Assalomu alaykum begimiz Yadevon YouTube kanal kuzatuvchilari. Bugun biz limonlarni tasvirga olamiz. Bu hammasi begimizda bo'layotgan limonlar. Solingan har bir tagiga. Mana mevalarimiz shu. Ko'rib turganingizdek, limonlar kattaligini mana ahamiyat bersangiz, mana ko'rganingizdek yirik holatda. Sermeva bo'lib, mayda bo'lib qolmagan, ozroq bo'lgan, lekin katta bo'lgan. Mana bugungi chislo 22-iyun sanasi. Har bir limonimiz shunday, xudo xolasa. Boyagina yomg'ir yog'di biroz, shunga. Ko'rib turganingizdek, mana limon ko'rishingiz mumkin. Limon bilan qiziqadigan akalarimiz o'zlaridan ko'rib baho berasizlar. Mana ko'rib turganlaringdek, mana biz o'ylagandan ko'ra ham begimizning foydasi juda ham yaxshi ekan. Ayniqsa limonlarga. Mana bu hosildorlikni mevasiga va tanasiga bu quvvatni yaxshi berar ekan. Hurmatli tomoshabinlar, agar kimda kim shu limon sohasi qiziqqanlar ko'rib bir o'z baholarni berib, kommentariyaga o'z fikrlarini qoldirasizlar degan umiddamiz. Mana shu joyda ochib ko'ramiz. Har bir ko'cha tagiga mana yonbosh qismiga begimiz solingan. 20-25 kilogramdan. Ko'rishingiz mumkin. Mana begimiz. Doirasimon shaklda ko'ylanib, mana shunday ko'ylanib shu joyga bosilgan. Buni biz ashi fevral oyida bosilgan begimizlarimiz mana shanalab ikkinchi gullash xudosi yaxshi ushyapti. Hurmatli tomoshabinlar, agar videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, kommentariya so'ziga o'z fikrlaringizni qoldiringlar hamda like so'zlarini layklar qo'yib bir qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Keyin biz o'sha begimizga qalampirlar ekkanmiz. Ko'rishingiz mumkin. Akalarim, ukalarim, hurmatli tomoshabinlar, shu begimiz sohasida bir ish olib borayotgan akalar. Bu begimizning foydasi juda ham yaxshi. Hamma ekinlarga va ko'chatlarga, boshqalarga bu sinovdan o'tdi. Maslahatim, xudosi yangi yildan oziqa beradigan payt kelganda limonlar tagiga, har bir tagiga yetarli darajada begimiz solib limonni oziqa bilan ta'minlasizlar degan bir maslahat bermoqchiman. Ko'rib turganingizdek, mana shu holat, mana bugungi 22-iyun sanasidagi holat. Organik o'g'it bu juda ham foydasi katta. Mana limonlarimiz mana. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib umid qilaman sotishga. Limonlarimizni mana ko'rib turganingizdek. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib a'zo bo'lishni unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.